odamlar aytma dardusing har odamga aytma dardusing hasrat o'ti jisming yoqqancha bo'lmas g'ussa bilan dona dona ko'zingdin aşkina damını tökkençe bulmaz G'ussa bilan dana dana ko'zingdan açık yaşlarını tökkençe bulmaz Kanaattan izzette tut özün Tamakını sen aytma yüzünü Her nağyazga rava kürme sözünü Sözünü binasın yıkkança bulmaz Her nağyazga rava kürme sözünü Sözünü binasın yıkkança bulmaz Kezme ömrün gülüyen Duç kiresen bir gün hazan eliyen 100 yıl yaşayıp düşsen ecel koliyen Çepinden onuya bakkanca bulmaz 100 yıl yaşayıp düşsen ecel koliye Çepinden onuya bakkanca bulmaz Köylü kara obra bulmanlar ülpet Yukarı değil türlü türlü kesabet Kömürge her nice eylesen izlet Kuliye kanası yukkança olmaz Kömürge her nice eylesen izler Üstüye kanası yukkança bulmaz Mahtum kuli herkes tapmadı aman Yalan tillileri diledim yaman Yaman tıl yağınla zerkür İnan çaksa da bir çün çakkança bulmaz Yaman tıl yağınla
zehirli inan çaksa da bir gün çakkanca bulmaz. Her nayezge rava külme sözini sözünü binasın yıkanca bulmaz. Avvalambor assalomu alaykum qadrli mehmonlar. Kechamizning asl sababchilari tashrif buyurish arafasida shunday ekan, bugungi baxtli kutilgan kunlar barchaga muborak bo'lsin. Demak azizlar, kechamiz chin ma'nodagi sababchilari kelin-kuyovlarimiz Islombek hamda Layloxon tashrif buyurdilar. Ularni munosib ravishda davramizga taklif etamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Toylar mübarek ey yar canım, toya ona bulsun ey tenbirle canım, toya ona bulsun ey tenbirle canım. Saki kalan kılgın muhayya, saki kadahlı kılgın muhayya, vehdet meydine işyağın kir, vehdet meydine toylar mübarek. To'lqinbek Jabborov
diqqat markazimizda tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz san'atkorlarimizga. Assalomu alaykum aziz hurmatli muhtarama mehmonlar. Assalomu alaykum. Bugun aziz Sadullayevlar oilasini quvonchiga sherik bo'lib shahrimizda qadr rostlagan Homonur tantanalar saroyiga mana shu oila a'zolarini tantanali oqshomiga uzoq yaqindan qutlug' qadam ranjida qilgan aziz hurmatli muhtarama mehmonlar, mezbonlar, qadrbaland qadrdonlar, qo'ni qo'shniyu do'stu birodarlar, oqshomimizga xush kelibsiz. Barchangizni xush ko'rdik. Yana bir bora xayrli oqshom aziz yurtdoshlar. Bugungi fayzli oqshom ishtirokchilari, baxt kompozitsiyamiz bugun sizlar bilan to'laqonli bo'ladi degan umiddamiz. Kechamiz yuqori kayfiyatda, baxtli onlarimiz unutilmas lahzalarga boy tarzda bo'lishi kutilmoqda va o'ylaymizki, mana shunday pozitiv energiya bilan boshlangan bugungi oqshom unutilmas bir kun sifatida tarixga muhrlanadi. Elda yurtda hurmatli sulola vakillari Sadullayevlar xonadonida bugun chiroyli to'y, bazm, tantana va aynan mana shu sababdan yig'ilgan qadrdonlar, barchangizga xush kelibsiz. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin. Kechamiz asl sababchilari yoshlarimiz kuyov hamda kelinchak bir necha daqiqalar oldin kuyovlik hamda kelinlik sarpolarida ko'z o'ngimizda gavdalandilar va ularga bugun bitmas tuganmas baxtlar tilab qolamiz. Hamisha mana shunday barcha elda yurtda havas qiladigan go'zal bir oilaning sohibasi bo'lishingizga tilakdoshmiz. Barcha to'y boshlarini qolaversa, kelgan mehmonlarimizni yana bir bora oqshom bilan qutlab qolamiz. Albatta bugun 2025-yil 23-dekabr sanasi yilning eng kutilgan bayramlaridan biri bo'lmish Yangi yil bayrami arafasida shu xonadonda kutilgan shodiyona bayramona oqshom azizlar. Shunday ekan, aziz mehmonlar, ijozatlaringiz ila oqshomning mana shu ilk lahzalarida barcha ezgu tilaklar, tabrik so'zlarimizni kelin kuyovlarimiz tomon yo'llashni istagan bo'lardik. Islombek, Layloxon, bugungi tantanali oqshomingiz muborak bo'lsin deymiz. Qolaversa bir-biringizga bergan muqaddas nikoh deb atalmish ahdingiz muborak bo'lsin. Qolaversa Xudo xohlasa bugundan e'tiboran muqaddas dargoh, oila saltanati sarhadlariga qo'yayotgan ilk qadamlaringiz qutlug' kelishidan barcha mehmonlar umidvor albatta. Baxtli bo'ling deb qolamiz. Qolaversa barcha sulola vakillari, avvalo mana shu xonadonning eng yoshi ulug' darg'alari, hurmatli O'g'iljon onaxonimiz, qolaversa mana shu Saporboy tog'ollarimiz va shu bilan birgalikda bugun murodlari hosil bo'lib, niyatlari ijobat bo'lgan mana shu farzandlarim voyaga yetganda el yurtga dasturxon yozib katta to'y qilaman deb niyat qilib qo'ygan hurmatli Nuriddin akaxonimizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Bugungi farzandlarning quvonchli tantanasi, shodiyonasi barcha oila a'zolariga muborak bo'lsin deymiz. Qolaversa oila a'zolaridan mana bugun ukamni to'yi deb yelib yugurib xizmat qilib yurgan Kuyovtiramiz Islombekni yakka yagona suyukli akalari Faxriddin akamizga ham shodiyonalar muborak bo'lsin deymiz. Aziz mehmonlar, bugungi tantanali kechamizga fayzli ko'rkam dasturxon atrofiga xush kelibsiz. Mana shu sulola vakillari haloldan yiqqan terganlarni elga yurtga dasturxon yozib, to'y bahona barcha yaqinlarni diydor g'animat onlarga chorlagan qadrdonlarimizni to'ylar bilan qutlaymiz. Ular uzoq kutgan kun bugun. Yoshlar, kuyov hamda kelinchak baxtingizga ko'z tegmasin. Shu paytgacha ayro bo'lgan taqdir yo'llar bugun birlashdi. Mana shu chorrahada qilgan ahd va paymoningiz muborak bo'lsin. Bir-biringizga yarashgan bo'ylaringizga ko'z tegmasin. To'ylaringiz hamisha mana shunday yaqinlar davrasida bo'lishi orzu qilingan. Orzular ushalgan kun muborak bo'lsin. Barcha azizlar ularga havas ko'zlar bilan boqayotgan bo'lsa ajab emas. Havas ko'zi ila boqayotganlarni xonadonda ham eng kamida mana shunday baxtli kunlar, shodiyonalar bo'lishiga tilakdoshmiz. Biz ijodkorlar jamoasi nomidan bugungi xonadon vakillarini qolaversa, siz aziz mehmonlarimizni va eng asosiysi yoshlarimizni muborakbod qilamiz. Bugun biz boshlovchilar zabondan to'ylar muborak bo'lsin degan satrlarni takror jarang sochishiga guvohlik qilasiz. Chunki mana shunday jannat makon diyorimizga, go'zal O'zbekistonimizga qolaversa, mana shunday elda yurtda hurmatli sulola vakillariga eng yaxshi, eng sara so'zlar aytsak yarashaveradi. To'ylar muborak bo'lsin azizlar, barchaga oqshom xayrli bo'lsin. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, qo'shaloq bayramlar arafasidamiz kirib kelayotgan yangi yil barchamizga muborak bo'lsin deymiz va yangi yilni yangi oila bilan boshlayotgan yoshlarga baxt tilaymiz. Hurmat ehtirom ila bizni so'zlarimizni diqqat bilan tinglamoqdalar. Ularga eng samimiyatimizni izhor qilar ekanmiz. Mana shu yerga qadam ranjida qilgan qadrdonlar ham bugun
biz orqali mana shu yoshlarimizga o'z samimiyatini mikrofonlar qarshisida turib bo'lsin, xoh u raqs maydonchalarimizni to'ldirib raqslarga tushish orqali bo'lsin, sizga armug'on qilishadi. To'yonalar bilan tashrif buyurgan qadrdonlar, to'yda eng yaxshi tilaklarni armug'on qilaman deya yaxshi niyatlar ila tashrif buyurgan, qadam ranjida qilgan aziz mehmonlar, bugun siz eng baxtlilar qatoridasiz, chunki xonadon sohibalari saylab saralab eng yaqinlarni bugungi oqshomda ishtirok etishini istaganlar va aynan o'sha inson siz bo'lasiz. To'ylar muborak bo'lsin azizlar. Bugungi oqshom mana shunday yuqori kayfiyatda, yuqori saviyada boshlandi. Albatta aziz mehmonlar, endi mana shu yerda yana bir narsani ta'kidlash joiz deb bilamiz. Barchamizga ma'lumki, xalqimiz urf-odatiga binoan qolaversa, to'y-yu tantana an'anasiga binoan mana shunday bir shodiyonalar boshida yoshi ulug', hurmatli insonlarga ham so'z navbati berilishi kerak albatta. Demak, bugungi tantanali kechamizni ochiq deb e'lon qilishlari uchun barcha mahalladoshlar nomidan oila a'zolarini tabriklash uchun shu mahallaning to'y-yu bayramlarida bosh-qosh bo'lib kelayotgan hurmatli insonimiz Komiljon og'amizni davramizga mamnuniyatli taklif etib qolamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mahalladagi navbatdagi to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Yine uzoq yaqindan kelgan qarindosh to'g'an og'aynilar. Yine bugun mahallamizda Sadirlayevlar sulolasida ajoyib to'y bo'lib turibdi. Nuriddin og'amiz farzandlari Islombekni nikoh to'ylarini qilib turibdilar. Qolaversa bularda qo'shaloq to'y, yine toza imoratlar, shu imoratlarda ham to'y olsun, tomosha olsun. Bütün Sadirlayevlarni undan keyin hammasini shu to'y bilan tabriklayman. To'yimiz ochiq. Yine to'yni olib borish uchun Dektir ukamizga topshiramiz. Shu To'lqinboy Jabborov ukamiz ajoyib sozanda sal astaroq qo'ying uka, bu zalda na'tadilarda. O'zingiz ovozingiz yaxshi insonsizmi? Katta rahmat, Komiljon akasiga ham alohida tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz. Hamisha mahallangizda mana shunday to'ylar, tantanalar, bayramona oqshomlar ziyoda bo'lsin deb qolamiz. Azizlar, kechamiz ochiq deya e'lon qilindi. Yuqorida aytilgandek, bemalol hurmatli Nuriddin akamizni oila a'zolari tomonidan halol mehnatlari evaziga tortilgan shohona noz va ne'matlardan bahramand bo'lib qolaversa, mana davramizga tashrif buyurgan san'atkorlarimizning ham san'atidan bahramand bo'lib o'tirasiz degan umiddamiz. Biz esa eslatib o'tamiz, mana shu shodiyonimizga yig'ilishimizga sababchi bo'lmish kechamizni asl qahramonlari bu kelin-kuyovlarimiz Islombek hamda Layloxon bo'ladilar. 2 yoshimizga tuganmas baxt va saodat tilab ruxsat bersak, sizlarga ruxsat bemalol taxt va ravollaringizni egallashingiz mumkin. Bugungi shodiyona yana bir bora barchaga muborak bo'lsin. Bugun ana shunday katta tayyorgarlik ko'rilgan, katta taraddud ko'rilgan, orzu umidli bir oqshomga guvohlik qilmoqdamiz va oqshom davomida ijodiy hamkorlarimiz bizga yaqindan yordam berishadi. Bugungi oqshomni har bir soniyasini nazardan chetda qoldirmagan holatda Murodbek studiyasi, tasvirchilar jamoasi, professional montajchilari hamda kadr orti mehnatkashlari bugun bizning xizmatimizda bo'lishadi. Humonur tantanalar saroyi aynan bugungi oqshomda bizga mezbonlik qilmoqda va san'at sahnamizda pomohir sozandalar va shu bilan birgalikda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist To'lqinbek Jabborov sizlar uchun kuylaydi. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana shunday yaxshi ayyomda ajoyib koshanada uchrashib turganimizdan xursandmiz. Qolaversa shu to'y bilan to'y sohib bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shu kelganingimiz bilan baxt olib kelgan bo'lsin. O'g'il qizi ko'p bo'lsin, yulduzlar yarashsin. Shulardan qo'shasidan farzandlar bo'pti deb yana shu oilani tabriklab kelmak nasib etsin. Islombek uka tabriklaymiz. Baxtli bo'laysiz. Shu o'tirgan hammani shunday yaxshi kunda to'y etilsin. San'atkorlar hamisha xizmatingizda bo'lsin. Bugunam Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha xizmatdamiz. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Rahmat.
mübarek, mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Bugün şadiyana gündür, yaxşı günler mübarek. Mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Dostuyla toylize, mimarlar kılap gelse. Dostuyla toylize, mimarlar kılap gelse. Baş yeter asmalar, kim müşkün yetse. Mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Çal sazında sazını, şeyleyin avazını. Toyda iteylik yelle, oyun çıkın ağzını. Mübarek toy mübarek, sana güller mübarek. Bahar yaz, toy bir çiçeverdas. Tonlanıp gülüş demlek, onu közlü göçtün az. Mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Bugün şadiyana gündür, yaxşı günler mübarek. Hak yolunda çın ibadet kıldın.
Her gün bezim, her gün keyfu safa yok. Ömrün yılday ötecekin bildin mi? Ayav köngülüm bu dünyada vefa yok. Hak yolunda çın ibadet kıldın mı? Her gün bezim, her gün keyfu safa yok. Ömrün yılday ötecekin bildin mi? Süleyman sen hükmün yürer bağda, hizmetinde tursa gel şehzadem. Süleyman sen hükmün yürer bağda, hizmetinde tursa gel şehzadem. Benlerini almayı koysan ya odam, aldın beni kütecekin bildin mi? Benlerini almayı koysan ya odam, aldın beni kütecekin bildin mi? Kimge hakkın rahmet olursa açlar, bin eşikке ben olsam açlar. Kimge hakkın rahmet olursa açlar, bin eşikler ben olsam açlar. Kebe barım gir eğlengen hacılar, hain tavab edecekim bildin mi? Kebe barım gir eğlengen hacılar, hain tavab edecekim bildin mi? Köngül bular güzelliknin sayi, ötkünçüdür kaş gözlerinin çırayı. Köngül bular güzelliknin sayi, ötkünçüdür kaş gözlerinin çırayı. Bunu yağdırsa hem ki asman sürayı, kökten düşüp gidecekim bildin mi? Nur yağdırsa hem ki asman sürayı, kökten düşüp gidecekim bildin mi? Kil Abdullah val surat dilinden, ne hayır bağdatının ne elinden. Kil Abdullah val surat dilinden, ne hayır bağdatının ne elinden. Xudo bandam degan her bir kulinden, ilzoga yetajakin bildin mi? Xudo bandam degan her bir kulinden, ilzoga yetajakin bildin mi?
İlzaga yetecekin bildim. Bevafa dünyasan var mı peyali? Bevafa dünyasan var mı peyali? Her kimni her küye salan dünyasan. Kali min yıl kürgen Lukmani Hakim bir gün yakamızdan tutar dünyasan. Kali cellekiyen Adem-u Havva, kanı Rüstem, kanı İskender Dara. Kani cellekiyen Adem-u Havva, kanı Rüstem, kanı İskender Dara. Berini yer bilen yeksan eyledin. Bir gün yakamızdan tutar dünyasan. Eyledin könlümde armağan. Bir gün yakamızdan tutar dünyasan. Maktun kuli yığlar dünya yalgandır. Maktun kuli yığlar dünya yalgandır. Bu dünyadan ötmey kimler kalgandır.
Hazreti Azrail canın algandır. Hazreti Azrail canın algandır. Bir gün yakamızdan tutar dünyasan. Her kimni her küye salan dünya. Sen kating manul zahir desam Abdi uşum senin bilen özdin yiraman Kürsed yüzün tağlı bir nurli çıraman Hecrinde derduğam bilen esret dedam Hecrinde derduğam bilen esret dedam Öldüm cemalın şevkine derdin almadım Başımdan ey senem digen malürgün almadım Bir leze işe düğüde meylis kuramadım Leli lebin kandını bir dem soramadım Hecriğinde derduğam bilen esret dedam Hecriğinde derduğam bilen esret dedam Kuşumluk boysi şengi tanesi Zülfini dağmıyor yana Kavlımlı dağesi Ecrinde derdim bilen esret dedem Ecrinde derdim bilen esret dedem
سامد فراقنا پروانه کیه جام bir semirdi başını hastaneye koyayım köksümü tirenmişeyim Hecringde derdim bilen hasretle de Hecringde derdim bilen hasretle de Hecringde derdim bilen hasretle de Hecringde derdim bilen hasretle Hecringde derdim bilen hasretle dağman zahirde sağman Zahirde sağman Amin hürmetli aziz mehmanlar Toy adı yolu bilen toyuşu için kolumuzdan gelince bir iki namayış yolu ayttık. Keyfiyatını götüremiz. Toya köprak, şoka şulala. Yaraşadı çünkü kursantçilik, yaxşı gün, yaxşı günler toyla köp bulabilsin. Maftunu sari, maftunu sari, maftunu sari, zülfine kumlap gerekmez. Rancurla beylerin yanaklar Maftun sari zülfüye kullap gerekmez Rancurla bileline ennap gerekmez Maftun sari zülfüye kullap
nazından aman aman. Gözde kütüreyim peri nazından aman aman. Gel yanıma gel beri nazından aman aman. Gözün düştü gözüme, neyler saldın gönlüme. Gözün düştü gözüme, neyler saldın gönlüme. Aşkın yapıştı bana nazından aman aman. Aşkın yapıştı bana ey nazından aman aman. Göze kütüreyim peri nazından aman aman. Gel yanıma gel beri nazından aman aman. Göze kütüreyim peri nazından aman aman. Gel yanıma gel beri nazından aman aman. Öz dilinde taktın var, dilinden yaktın var. Öz dilinde taktın var, dilinden yaktın var. Göze tola baktın var, nazından aman aman. Göze tola baktın var, nazından aman aman. Göze kütüreyim peri nazından aman aman. Gel yanıma gel beri nazından aman aman. Göze kütüreyim peri nazından aman aman. Gel yanıma gel beri nazından aman aman. Moyul buldum nesline, zatı aslı nesline. Moyul buldum nesline, zatı aslı nesline. Göze tüken destine, nazından aman aman. Göze tüken destine, nazından aman aman. Göze kütüreyim peri, nazından aman aman. Gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Göze kütüreyim peri, nazından aman aman. Gel yanıma gel beri, nazından aman aman. Nazından aman aman. To'lqinbek Jabborov kechamizni yulduzli mezbon san'atkor. Alohida tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz barcha sozandalarimizga, raqqosalarimizga ham. Azizlar, mana shunday go'zal navolardan keyin, betakror raqslardan keyin albatta endi ijozatlaringiz ila mana shu xonadon egalariga, bugungi shodiyona egalariga yo'llangan go'zal tilaklar, tabrik so'zlariga yuzlansak, mana Muhayyoxon bugun shodiyonamizga juda ham ko'p mehmonlar tashrif buyurishgan. Menimcha bir 500-600 ta mehmon bor shekilli. Ular ichida albatta go'zal tilaklar bilan kelgan mehmonlarimiz yo'q emas. Demak, mana shu daqiqalarda hurmatli Sa'dullayevlar oilasi Nuriddin akamizni shaxsan o'zlarini, Faxriddin akamizni ham tabriklab kelgan qadrli mehmonlarga yuzlanamiz. Endi davramizga Urganchdan tashrif buyurgan mehmonlarimiz bor ekan. Avvalo hurmatli Allavariyan og'amizga tabrik uchun so'z navbatini berishni istagan bo'lardik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Oila a'zolarini, kelin-kuyovlarimizni ham bir chiroyli tilaklari bilan tabriklab qo'ysangiz. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun hamakimiz Islombek kelinimizni tabriklash uchun bizlar ham Urganchdan keldik. Bize şu Sa'dullayev oilasini davomchisimiz bize. Bular ham hammamiz. Yine iki adamdan mamamның, buamның ruhları kollasın bulanı. Bizler hem şuların ruhunu kollatıp netip bola çalıp oynayıp girip oturmuş. Sen hem şimdi günle yetesin. Bulan etken minneti halal olsun. Kudayım sağ olsunlar. Kudayım bütkellerin hemmesine ruhları kollasın bulanı. Diğere versin. Kağıllarım yine Abdullah'ım katnaşın tuttu. Sel mazası kaçtı. Buam salam aytıp tebrikler koyun dedi. Ben adımlarım de. Hemmemiz tebrikliyim. Hemmemiz bir yıl hatta bizlerim şöyle perzentimiz bizlerim şikenikli.
Xudoyim sağ olsun, hemmeyiz oynak yürüp gitse, bala çağınızın şimdi rahatını görüp, toy verip, kız çıkarıp, oğul öğlentirip, aksanı, çoluklarını söhbetiş, hemmeyize nasip etsin. Eldinden hemmeyize rahmet, artistlerim hem, Xudoyim ömrünüzde ziyade olsun. Sağ olsun, hemen önünde şunda hizmet etkiyle, bize size min rahmet. Sizga ham alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Go'zal tilaklar sizga ham hamroh bo'lishini tilakdoshimiz. Azizlar, bugungi shodiyonamizda mana shu oila a'zolariga yo'llangan go'zal tilaklarni guvohi bo'lmoqdamiz. Endi navbatdagi mehmonimiz bugun butun Xorazm tumanlaridan mehmonlar tashrif buyurishdi. Navbatdagi mehmonimiz hurmatli Yangi bozordan tashrif buyurgan Murodjon og'a, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizni ham davramiz markaziga taklif etib qolamiz. Albatta barcha mehmonlar oldida guvohligida bir go'zal samimiy tilaklarni yo'llab qo'ysangiz, shodiyonimizga xush kelibsiz. Marhamat. Rahmat, bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yine bugün biz şu dayımızda xonadonda yaxshi kun, katta tantana. Shu ukamiz baxtli saodatli bo'lsin, qo'sha qarisin. Islombek tabriklayman uka. O'zlaridan ko'paysin. Hammani xonadonda shunday yaxshi kun bo'lsin. Qolaversa shu o'tganlar ruhi shod bo'lsin. Yaxshi, katta rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim sizga ham xonadoningizda yaxshi kunlar, to'ylar, tantanalar ziyoda bo'lishini tilagan holda endi mana shu yerda hurmatli Nuriddin akamizning oila a'zolari uchun qadrli bo'lgan, hurmatli bo'lgan insonlarimiz, aziz mehmonlar nomidan Xudoshur akamiz kechamizni qadrli, hurmatli mehmoni bo'lib o'tdilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz deymiz. Marhamat, go'zal niyatlar, tabrik so'zlarini yo'llab qo'ysangiz. Alhamdulillahi robbil alamin va al-aqibati muttaqin. Wassalatu wassalamu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi. Ey payparvar yaratgan şey xotirjam. Mana shu ikkilash ömürlerini uzoq qilgin. Indiki shu yillardan mururroq soliha farzandlarni ota-onasi bo'lish o'zing nasib ro'za aylagin. Nuriddin otamizdan mana shu to'y bilan muborakbod qilamiz. Indiki shu yillar nevara ne'matlari bilan muborakbod qilishni o'zing nasib ro'za aylagin. Birdan mana shu xonadonlarga, to'ylarga kelishni o'zing nasib ro'za aylagin. Kattakon rahmat, samimiy tilaklar sizga ham hamroh bo'lishini tilakdoshimiz. Albatta azizlar, tabrik so'zlarimiz bugungi shodiyonimizda ko'p. Endi navbat hurmatli mahalladoshlar nomidan, hurmatli qo'shnilar nomidan mana shu mahallaning aziz, hurmatli shifokori bo'lmish Azimboyog'a assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsiz. Barcha qo'shnilar nomidan go'zal tilaklarni yo'llab qo'ysangiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli to'y qatnashchilari. Mana bugun Nuriddin xonadonida shunday bir yaxshi kunni guvohi bo'lib o'tirar ekanmiz. Shu to'y bilan Nuriddin amni, oilalarni, Islombekni o'zim nomidan, oilam nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Ya'ni shu farzandlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin, xizmatlari buyursin, o'zlaridan ko'paysinlar. Elimizga, yurtimizga kerakli, elimiz, yurtimiz havas qiladigan bir ajoyib oila qursinlar. Endi kelişi yillardan buraya Xudo xolasa 65 to'ydan gelip tebriklab o'tirish hammamizga nasib etsin. Shundan to'ylar hammaning xonadonida bo'laversin. Keltirgan yangi yil hammangizning xonadoningizga baxt, saodat, omad olib kelsin. Baxtli bo'lasizlar Islombek aka. Tabriklayman yana bir marta. Rahmat. Sizga ham alohida tashakkur deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Go'zal samimiy tilaklar sizga ham hamroh bo'lishini tilakdoshimiz albatta. Aziz mehmonlar, bugungi shodiyonamizda oila a'zolariga yo'llangan go'zal tilaklarni guvohi bo'lmoqdamiz. Muhayyoxon mana kuyovlarimizning akalari, hurmatli Faxriddin akamiz bugun niyat qilib mana eng sara to'yxonani tanlab, shodiyonamiz mana shohona tarzda bo'lyapti. Kelin kuyovlarimiz ham bir shohona davrada o'tirishibdi. Aziz mehmonlarimiz ham juda ham bir qulay davrada bugungi shodiyonamizda o'tirishdilar. San'atkorlarimiz, kechamiz ser san'atkor qolaversa azizlar, mana bugun boshlovchilarni ham yaxshi niyat ila taklif qilib, Muhayyoxon mana bugungi kunda Xorazm teleradio kompaniyasida faoliyat yuritadilar. Ertalab Assalom Xorazm teleko'rsatuvida ko'rishlaringiz mumkin. Bugun Urganchdan tashrif buyurdilar. Maxsus xush kelibsiz Xivamizga deymiz. Biz ham xursandmiz bugungi shodiyonada siz bilan xizmatda turganimizdan. Endi navbat aziz ayollarimizga desak va so'z navbatlarini bersangiz. Marhamat. Rahmat, salomat bo'ling. Albatta, Xiva shahri barchamizni ona shahrimiz desak adashmaymiz. Ota makon, ona yurt deya Xorazmni tilga olsak, biz ona vatan deb aytamiz.
har bir xivalikni qalbidan jo'sh uradigan faxr tuyg'usi, vatanga muhabbat tuyg'usi mana shu qadrdonlarimizni ko'zlarida, yuzlarida ham ufurib turibdi va bugun yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, kechamizga turli hududlardan, Xorazmning turli hududlaridan tashrif buyurgan qadrli mehmonlarimiz borlar. Keling, ulardan ham bugun tabrik so'zlarini yoshlar sharafiga, sulola vakillari nomiga yo'llab qo'yishlarini so'rasak va ilk tabrik so'zlarini ayollarimiz nomidan Anorjon opamiz bizga yo'llasalar, Anorjon opa davrada bo'lsalar ko'rinish berasiz. Biz sizni davrangizga yo'l olamiz. Xush kelibsizlar deymiz operatorlarimiz bilan birgalikda ularni davrasiga hurmat ehtirom ila yo'l olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Barcha qadrdonlar bugun eng samimiy niyat istaklar bilan oqshomga tashrif buyurishganlar va mana shu oqshom sababchilariga bo'lgan duolaringizni, go'zal niyatlaringizni kutib qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar hojonalarimiz. To'ylar muborak. Bugun hammani dilda ezgu niyat bor, to'g'rimi? Yoshlarga duolarni aynan sizlardan qabul qilishni istadik. To'ylar muborak bo'lsin. Gülge kıyastır singlim yüzlerin, baxt keltirsin ostonaga izlaring, qaynonangni qaynotangni ulug' tut, odobli ikromli bo'lsin so'zlaring, yomonlarni gaplariga kirmagil, nodon bilan suhbat kurmagil, g'iybatchini ostonaga yo'latma, ro'zg'or sir asrorin ko'chada aytma, xizmat bo'lsa ovsinlardan qolishma, qayinsingil bilan kuylak talashma, yuzing kulib tursin, yuzing bol, diling bol bo'lsin, aziz singlim baxt iqboling bor bo'lsin, baxtli kunda baxtli niyat tilaymiz, farzandlaring ko'p bo'lganin ko'rgaymiz, kuyov ota bo'lsin, siz ona, shodliklar keltirsin sizga zamona. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz jiyanimni nikoh kechasida yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Bularning farzandlari ko'p bo'lsin. Ina bolam Qozog'da, Rossiyada ishlab tursan, kelajakda o'g'li qizingni hech bo'lmaganda Xivani hokimi etishni o'ylab yasha. Pulni topsan, lekin kelajakda bizning neslimizdan ham hech bo'lmaganda Xivani hokimi chiqsin. Mehnatda churib ketma deydilar. Mehnatni o'qiganning zamoni 30-yillardan keyin. Endi Xudo xolasa o'qisang o'zasan, o'qimasang to'zasan. Kızım bu hayatda qiyinchilik bo'ladi, qarindosh ekansan, hamma narsa seni qo'lingda. Balaning o'nib o'sishi 10 o'g'ildi, birgina olmasin. 10ni boshqa deydi, 10ni. Shu uchun balalaring ko'p bo'lsin, bizning neslimiz ko'payaversin. Hamma vaqt to'y bo'lsin. Supraning unrog'i qoshginangga uchibdi. Oila qalam qoshi nigaranging o'chibdi. Qayda qoldi surmadon, nayza kipriklar qoldi. Qayda qoldi o'smadon, g'amza adolar qani. Hovlida qaynonang uyon buyon yuribdi. Kir tog'ora yonida seni kutib turibdi. Mana kelar qaynotang, unga peshvoz chiqsangchi, xush ko'rdik otajon deb, qo'liga suv kuyganchi. Kecha kuyov senga deb keltirganda xonatlas, ana shundan kelin boldizingni ko'ngli g'ash, kelin salom bahona, kelar amma xolalar, o'sma surmaga oshiq bir talay qiz bolalar, nechun ajab kuylaging bormoqda tarang tortib, buni sirin faqat yoring, yana o'zing bilasan, oqshom oynaga boqib shodlikdan jilmayasan, unut barcha tashvishni, shu xonadon seniki, bunda hamra mehribon, davri davron seniki. Baxtli bo'linglar, Xudoyim Xorazmning hokimi bo'lsin bolam. Rahmat. To'ylar muborak bo'lsin. Oltinga teng maslahatlar bo'ldi yoshlar. Albatta diqqat e'tibor bilan, hurmat ehtirom bilan mana shu tilaklarni, duolarni va o'z o'rnida o'gitlarni qabul qilib oldilar. Yoshlar, to'ylar muborak bo'lsin. Bugun siz uchun jarang sochadigan barcha tilaklar, istaklar, shodalari o'ylaymizki dargohida qabul bo'ladi. Siz ham mana shu yaqinlarni tabriklarni qabul qilib olasiz va davom etamiz. Ana endi Yorqinoy hoji onamizni mamnuniyat bilan biz ularga so'z navbatini bersak bo'ladi. Bormilar davramizda? Yorqinoy hoji onamizni davralarga yo'l olar ekanmiz. Ulardan ham dil izhorlarini, tabriklarni kutib qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin hoji ona. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun shu bu Aydın beyimler, kaynağamlar, bu toy hocalarının toyu. Ben şu
Toy bilen hemme hocalarını tebrikliymen. Aydın bir sizni tebrikliymen. Şu yaşlarını, baktını, tahtını görüp oturgaysız. İslambek, seni tebrikliymen balam. Ömrün uzak bolsun. Baktlı, saadetli bolgaysan, serferzent bolgaysan, dünyadaki ne tilekle, yaxşı tilekle bolsa balam sana tiledim. Kalbimden tiledim. Hudayım şu apanlam, ruhu ramanı şad bolup durgan bolgay. Kızım Leyla, sen hem baktlı, saadetli bolup, şu İslambek bilen koşa karıp, akıllı, namuneli, ibretli gelin bolgaysan balam. Serferzent bolup, hem oğak hem meslere havas kılsın. Hizmetin buyursun, baxtlı bolğaysla. Təbrikliyəm toy bilə həmmə. Rahmat. Azizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Ana endi mana shu yerda xizmatda yilib yugurib yurgan aziz insonlarimiz bor ekanlar. Xolajonlar nomidan biz tabriklarni qabul qilib olishni istagan bo'lardik. Hayitjon opamiz davramizda bo'lsalar chorlaymiz. Agar hali ham xizmatda yurgan bo'lsalar, davramizni so'ngida, kechamiz oxirida ulardan o'z o'rnida tabriklarni qabul qilib olamiz. Hayitjon xolalari bormilar davramizda? Xizmatda yurgan bo'lsalar, albatta ulardan davramiz so'ngida kechamizni eng kulminatsion nuqtasida tabriklarni qabul qilib olamiz. Mana shu yerda biz so'zimizni muxtasar qilamiz. Azizlar, bugungi oqshom takroran barchaga muborak bo'lsin. Biz davom etamiz va san'at sahnamizga yana yuzlanar ekanmiz. Barcha yangraydigan kuy qo'shiqlar sizlar uchun bo'ladi va davramizdagi tabrik so'zlar ham o'z o'rnida eng yaqinlar nomidan yo'llanmoqda va ayni daqiqalarda mana shunday tabriklar yana jarang sochishi mumkin. Albatta barcha tilaklar uchun yana bir bora tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Muhayyoxon, bugun davramiz ser san'atkor, mana oila a'zolari niyat qilib san'atkorlar ham juda ko'p bo'lsin deya niyat qilishgan. Endi hozir sozinlarimizga, san'atkorlarimizga navbatda berishdan oldin aziz mehmonlar, davramizga kelinchagimiz Layloxonni tabriklab, aka-ukalari tashrif buyurdilar. Qadamboy hamda og'abeklarni munosib ravishda sovg'alar bilan davraga taklif etib qolamiz. Xush kelibsizlar. Marhamat. Ular uchun maxsus taronalarni bizga taqdim etishlarini iltimos qilamiz. Dunyolarga ishonmayman uni men, ranjitsalar og'riydi ko'nglim. U baxtiyor bo'lsa men baxtiyor, dunyoda eng go'zal yagona singlim. Dunyolarga ishonmayman uni men, ranjitsalar og'riydi ko'nglim. U baxtiyor bo'lsa men baxtiyor, dunyoda eng go'zal yagona singlim. Bugun uydan singlim ketar, yor bilan, yor bilan. Ko'ngli orzularga lim-molim, akasin erkasi ey guloyim. O'z uyida bugun aziz mehmonim, dunyoda eng go'zal yagona singlim. Ko'ngli orzularga lim-molim, akasin erkasi ey guloyim. O'z uyida bugun aziz mehmon. Qadamboy og'abeklarga alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Bugungi davramizning qahramoni bo'lmish kelinchagimiz opalarni xursand qildilar. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar deb qolamiz. Endi azizlar, yuqorida aytganimizdek, bugun shodiyonamiz serhat san'atkor badiiy sahnamizga bugungi tantanali kechamizni maxsus mehmonlari ajoyib duet Sardorbek va Bonuxon xush kelibsizlar. Marhamat, sahnamizga san'atkorlarimizni taklif etib qolamiz. Kechamiz yanada qizg'in, yanada fayzli tarzda davom etadi degan umiddamiz. Barchangizni raqs maydonchalarida kutib qolamiz azizlar. Marhamat.
Avvalambor assalomu alaykum. Barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. 2 yoshga baxtimiz kuyov bolaning nomidan keldik. Kuyov bola baxtimiz baxtli bo'ling. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun davom etamiz. Yaşlarımda kulağımdan istegenlerin, yumuşak kollarımdan canım uşlağanların, bana güller verip gönlüm uşlağanların, yadında mı, yadında mı? Yaşlarımda kulağımdan
Avvalambor assalomu alaykum barcha gazlar. Ana kuyov yigit nomidan keldik. Ana kuyov yigitga baxt tilaymiz. O'g'illar, baxt. Qo'sha qarasan ilohim farzandlaringiz ko'p bo'lsin azizlar. Men Qozog'istonda, sen O'zbekistonda. Hey! Ket. Yarım uzaklara gidersen, beni sağındırıp ne dersen, yollarımda kaldı gözlerim, kadırımı kaçan bilersen. Hey, paramıyım yanına, sağın kanım özün bilersen, azap verip canıma, her gün dışarıma girersen. Yürütmüş her yanda, gönüller gümanda, İkimizin sevgimiz yakılar kastanda. Sen Kazakistan'da, ben Özbekistan'da, aramızda mesafeler savuştum yamanda. Yürüp her yanda, köyler gümanda, İkimiz de sevgimiz yazılır dastanda. Ben Kazakistan'da, sen Özbekistan'da, mesafe gibi arada sağırdım yamanda. Yolda falan hep yürüp Kazak'ta, aileden dostlardan uzakta. Seni baktı kılarman işam, sana bolgan sevgim emes sakta. Hayallarım kaldı sen tamanda, sağınçlarım bunçeler yamanda. Şans veremem şu yıl gelmesen, baramam ben uç gegen adama. Yürüp biz her yanda, köyler gümanda, İkimiz de sevgimiz yazılır dastanda. Ben Kazakistan'da, sen Özbekistan'da, mesafe gibi arada sağırdım yamanda. Yürüdüz her yanda, gönüller gümanda, İkimizin sevgimiz yakılar dastanda. Sen Kazakistan'da, ben Özbekistan'da, aramızda mesafeler savuştum yamanda. Bana devam et. Barcha harakatingizni. Gelin de görüşeli ara ara, bir bahane tap ya da izle çara. Açağıma kucağıma gel gel gel, yürü verme utup kaytıp yana bana. Monivalar yakadı mana mana, koy git deme endi cana cana. Azarımı bir günden bara bara, kıynama koy 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 sana. Oynalı oynalı, sen bilen oynalı, koymalı koymalı, sevgini koymalı, doymalı doymalı, bu bahta doymalı, muhabbet mi yılgana, yaymalı yaymalı. Oynalı oynalı, sen bilen oynalı, koymalı koymalı, sevgini koymalı, doymalı doymalı, bu bakta doymalı, muhabbetle yalgana, yaymalı yaymalı. Her gün küçelerinden ötüp kaytıp, sana yapkan rida kuşağım aytıp. Laf kıyılmay, koçizin ayt, kendin varma kıyni verme rastımı ay. Yakımlı nazarıma bayladım, bir milyon ballar içinde sayladım. Bir sene gece gündüz oyladım, yüreğime beraber cayladım. Oynalı oynalı, sen bilen oynalı,
Katta rahmat. Duetimizga alohida tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz. Sardorbek Bonuxon yana bir bora shodiyonamizga xush kelibsiz, xush ko'rdik deymiz. Aziz mehmonlar, yuqorida ta'kidlaganimizdek, bugungi tantanamiz sersan'atkor, demak, ayni daqiqalarda sahnamizga bugungi shodiyonamizni navbatdagi maxsus mehmoni, mana oila a'zolari Faxriddin akamiz, Nuriddin akamiz maxsus taklif qilganlar. Shahnoza xonim To'layeva, xush kelibsiz. Badiiy sahnamizga san'atkorlarimizni mamnuniyatli taklif etib qolamiz. Bugungi tantanali kechamizga shodiyonamizda xush ko'rdik. Aziz mehmonlar, eslatib o'tamiz, bugun to'y, bugun tantana, bayramona oqshom, to'yxonamizning raqs maydonchalari aynan sizlar uchun keng qilingan. Shuning uchun bugun Nuriddin akamizni, Faxriddin akamizni xonadonida to'y bo'lganda o'zim maza qilib, mirqib raqsga tushaman deb niyat qilib va'da berganlar bo'lsa, barchangizni davramizda kutib qolamiz. Kechamiz yanada qizg'in tarzda davom etadi degan umiddamiz. Marhamat, kechamizni navbatdagi maxsus mehmoni Shahnoza xonim To'layeva, xush kelibsiz. Ras.